O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Ertaga O'zbekistonning qaysi hududlarida qor, yomg'ir yog'ishi va sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib bormaslik uchun video ostida like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 21-22 fevral kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sababli ayrim hududlarda qor ko'chish xavfi mavjud. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Unga ko'ra, Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Sharsabz tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyati, Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyati, Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyati, Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlarida, Namangan viloyati, Pop tumanida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Eslatib o'tamiz, O'zgidromet 21 fevral kuni kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida xabar bergandi.